İşimizi davamlaştıramiz, hurmatli vatandosh. Bugungi islohot 2021 yil 12 ayning 19 kuni. Endiki mavzu mundaq vatandosh. Mavzu emas, davomi yuqorqi maqolaning. Nima dedik? Diqqat qilishga arziydigan bir tarafi shuki. Ozodlik Armiya gazeti Ceyhan Jumbo 12 ayning 15 kuni tishini ching tishlab Çin turalaydigan batırlardan bulaylı. Mavzuluq maqala e'lon qildi. Maqalada kadrlarning qiyinchilikda qandaq yengishi to'g'risida to'xtalib, yangi davrdagi zo'r qiyinchiliklarni ko'rishdi. Qiyinchilikdan qo'rqmasaqla, qiyinchilik bizga yo'l beradi deydigan ko'z qarashni tushundirdi. Bu maqala Liu Bocheng, Xu Shangqian, Song Renqiong qatorliq koni peshqadam kadrlarni tilg'ilib, gavdalantirib, yangi yadroliq rahbarlikni eg'izg'imi elib qo'ymadi. Bunda qilish chet eldagi matbuotlarda Jungo Kompartiyasi harbiy tarafning siyosiy ifoda bildirishi deb qaraldi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti partiya tarixi va hujjatlar tadqiqot institutining mudiri Chu Chingshan bilan Markaziy komitet siyosat tadqiqot ishxonasining mudiri Zhang Jinchuan apandining Rimrabo gazetida bir-biriga o'tdak qarshi maydonda turib fikr qilishi, qalamkashlarning bir-biriga yangilik qilganligi yoki hargizmi xo'plik bilan bir-biriga ta'adda qilganligi emas edi. Bu ikki nafar kishi o'xshashlar yuqori darajalik amaldorlardir. Xu Chingshan apandi 19 navbatlik partiya markaziy komitetining a'zosi. Bu kishi Jiang Zemin, Deng Xiaoping, Hu Jintao nima deyiladi? Yangi rahbarlik yadrosini eg'izga elibmi qo'ymadi? Zhang Jinchuan apandi 19 navbatlik partiya markaziy komiteti intizom tekshirish komitetining a'zosi. Tabiiyki yangi rahbarlik yadrosi nima deyiladi? Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao qatorliq davlat rahbarlarining ismini eg'izga elibmi qo'ymadi. Demak, bu yerda biri Xu Chingshan, yana biri Zhang Jinchuan. Ikki rahbariy odam Rimrabo haqiqatda amaliyotni izlash jurnali Ozodlik Armiya gazeti bu 3 qator partiyaning organ gazetlarida elishyapti vatandosh. Rahbarlarning ismini eg'izga elibmi qo'ymadi. Bu hargizmi odatdagidek normal ahvolda yuz beradigan muhokama, munozara emas, balki g'ayrinormal siyosiy elishdir. Hatta bütün partiyaga oshkorlangan bu siyosiy elishish bütün dunyoning diqqat e'tiborini o'ziga jalb qildi. Faqat uchur yo'llari taqib etilgan, mengisi umoch bilan elishib ketgan, shalaqshib ketgan jungo fuqarolari behud holatda qilib, hech qanday sezgi va harakat bo'lmaganlikdan bu yil qaysi yil ekanligini bilmayli qilishdi. Jungo Kompartiyasining ichki qismidagi kurash diqqat e'tiborini tortdi. Shangang, Hong Kong nopuzluq matbuot odami Yan Chungo 12 ayning 16 kuni Facebook maqola yozib, mundaq ko'rsatdi. Haqiqatan bizning diqqat qilish nuqtamiz Xi Jinping emas, balki Jungo Kompartiyasi mushu jarayonda gumron bo'lamdi yo'q degan masaladir.
Yakından beri Cumhuriyet Partiyası duş kelgen vaziyette hemi yamanlaştı. Şkitaş gıcatı intayın xatarlik vaziyet yitip gelmekte. Yani çünkü mundaq hesaplıdır. Cumhuriyet Partiyası hayat mamat girvege yitip kelgende Kompartiyanın gumram bo'lishini o'ylaganda o'lganda yatar joy bormi yo'q bunimi o'ylamay bo'lmadi. O'lar holatga yetmagan bo'lsa, Cumhuriyet Partiyasi hammani besib tushadigan qarshi ovozlar o'ttirg'a chiqmagan bo'ladi. Vaziyat xatarlik. Xi Jinping yo'l qo'yuvaganda hamdapni bo'lib go'rga kirishga to'g'ri keldi. Yani çünkü xulosalab mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping taxtdan tushandi yo'q. Bu Cumhuriyet Partiyasining ishi. Cumhuriyet Partiyasi gumron bo'lamdi yo'q. Bu bizning ishimiz.